Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qanday qilib 3 xonali sonni 2 xonali songa oson bo'lish usulini o'rganamiz. Misol uchun 782 sonini 23 soniga bo'ladigan bo'lsak, birinchi bo'lib 23 soni 2 xonali son bo'lgani uchun 782 sondan 2 xonali sonni ajratib olamiz, ya'ni 78. Endi 23 ta o'nlar xonasini 78 da o'nlar xonasida nechta borligini topib olamiz. Ya'ni 7 ning ichidan 2 talidan nechta bor? 7 ni 2 ga bo'lsak 3 butun chiqadi. Demak 3 ta bor ekan. Endi 3 ni 3 ga ko'paytiramiz. 9, 3 ni 2 ga ko'paytiramiz. 6 va 78 dan 69 ni ayiramiz. Demak 18, 18 dan 9 ayirsak 9. Bu yerda 6 qoldi. 6 dan 6 ni ayirsak 0. Demak 9 qoldi. Endi 2 ni olib tushamiz. Endi 92 ning ichida 23 talikdan nechta borligini topish uchun yana o'nlar xonasiga murojaat qilamiz. Ya'ni 23 ta 2, 92 da 9 soni. 9 ichida 2 talikdan nechta borligini topib olishimiz kerak bo'ladi. Demak 9 ichida 2 talikdan 4 ta. 4 ni 3 ga ko'paytirsak 12 bir dilda, 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8 bir dilda bilan 9 bo'ladi. 92. Demak 92 dan 92 ni ayirsak 0 hosil bo'ladi. Shunday qilib 3 xonali son 782 ni 2 xonali son 23 ga bo'ladigan bo'lsak 34 soni hosil bo'ladi. Xuddi shunday qilib oson usulda ishlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi.